Manchester City yozda yana bir yetakchisi bilan xayrlashmoqchi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Portugaliya terma jamoasi a'zosi Bernardo Silva joriy mavsum yakunida Manchester City klubini tark etishi mumkin deb xabar bermoqda Ebola nashri. Manbaga ko'ra 30 yoshli futbolchi o'z vataniga qaytishi mumkin. Uning xizmatlariga Lissabonning Benfica klubi qiziqish bildirmoqda. Bernardo o'zining sobiq jamoasiga qaytish uchun maoshini kamaytirishga tayyor. U Benfica akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Shaharliklar yozda tarkibni yangilash maqsadida Bernardo bilan xayrlashishga tayyor. Futbolchining bozor qiymati 45 million yevroga baholanmoqda. Uning joriy shartnomasi 2026-yilning o'rtalariga qadar amal qiladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng yangi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.